Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda barcha turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bos izoh qoldirishni unutmang. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizning texnikangizni tezroq sotib berishga yordam beramiz. Buning uchun bizga aloqaga chiqing. Men ushbu dasturimni boshladim. Birinchi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizni hammasi soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorni zo'rini olaman desangiz, mana shu texnikani tavsiya qilaman deb aytib o'tishmoqdalar. Yagamiz ushbu texnikamiz zo'r holatda turibdi, vallari yaxshi, nolga turibdi deb aytib o'tishganlar. Korobka zadniy moslari ham hammasi joyida, ideal holatda, vomlari ham zo'r ishlaydi. Ushbu traktorimiz ikkitaligi uchun sotilmoqda. Narxi 60 million so'm, manzil Buxoroda. Akalar, o'tgan safargi dasturimizda T28 so'ragan akalarimiz uchun ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz srochni sotiladi. Texnikamiz komplekt holatda, pritsep, chizel, barana, pluglari hammasi qo'shib sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning holati zo'r holatda, dokumentlari ham joyida, balonlari ham yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz komplekt narxi 55 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa albatta sotib olasiz. Qiziqgan tomoshabinlar yoki obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, agarda sizlarga sifatli va hamyonbop kvartira, yevro remonti, kafel, burchatka, gipsokarton, santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, akalarimiz Buxoro bo'ylab xizmat ko'rsatishga tayyor turishibdi. Akalarimizni qilgan ishlaridan namunalarni qoldirganmiz, marhamat ko'ring. Agarda o'zingizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar yoki obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan a'lo darajadagi MTZ-80 traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamiz bitta kalitda zavod bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Hech qanday kamchilik, ayb joylari yo'q. Texnikamizni olasiz va haydaysiz, bitta kalit shunday buraysiz akalar, traktorimiz g'ing'illatib yonadi akalar. Ushbu traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi esa 30 million so'm, yana ozim-oz jichcha kami bor deyishmoqda. Manzil Andijonda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, telefon raqamlarini ekranda qoldirganmiz, qo'ng'iroq qilib boshqa ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyin sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan MTZ katta kabinalarimiz sotiladi akalar. Ushbu MTZ kabinalarimiz Samarqandning Oqdaryoda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu kabinalarimizning hamma joyi chotki qilib remontcha bo'lgan akalar, shumkalargacha qilingan ekan. Ushbu kabinamizni xohlasangiz yangi vipiska qilib bemalol sotib olishingiz mumkin. Akalarimiz sizlarga kabinka taxlab berishadi, xohlasangiz o'zingiz xohlaganda tayyorlatishingiz ham mumkin. Ushbu kabinkamizning narxi esa 21 million so'm, manzil Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ-80.1 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz Jizzax viloyatining G'alla orolida deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, remontdan chiqqan deb aytib o'tishmoqdalar. 100% ishga tayyor holatda olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 45 million so'm, yana kami bor, manzil Jizzaxda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, bizdan navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, yaqinda remontdan chiqqan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz remontlari qilingan, pluglari bor, narxi esa 50 million so'm deyishmoqda, yana o'z-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Jizzax viloyatida ekan. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqamini ekranda qoldirganmiz, bemalol qo'ng'iroq qilib akamizdan batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz yoki obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Birinchi sotiladigan texnikamiz akalar, ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz qora motor qo'yilgan, zadniy moz korobkalari qilingan, hammasi. Narxi esa 80 million so'm, yana o'z-moz kami bor. Texnikamiz esa Xorazm viloyatida ekan. Marhamat, qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, bizdan navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ-80.1 izlab yurgan akalarimiz uchun. Ushbu texnikamiz sotiladi. Texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktorimiz yurib turgan texnika deb ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizda rotorning kasilka, chizel komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikalarimizning ham holati a'lo darajada, hech qayerda aybi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz komplekt holatda, narxini 100 million so'm deyishmoqda, yana o'z-moz kami bor, manzil Xorazmda. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat.
Keyin sotiladigan texnikamiz kultivator. Izlab yurgan akalarimiz shuni ushbu ekranda ko'rib turgan kultivatorimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning narxi 35 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamizning hamma jihozlari bor. Texnikamiz garantiya holatda, yoqishga tayyor holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz ham Xorazm viloyatida ekan. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosing. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyaga kiringlar, Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Men esa sizlarga ertaga zo'r texnikalarni chiqarishga harakat qilaman. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 Belarus traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1982-yilda ishlab chiqarilgan texnikamiz. Qora motor qo'yilgan, zadniy moz korobkalari qilingan, xarajati yo'q texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 80 million so'm, yana oz-moz kami bor. Manzil Xorazmda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa marhamat. Eslatib o'tamiz akalar, sizda ham texnikalar bo'lsa, sotiladigan, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz, akalar, texnikangizni sotilmaguncha qayta zo'r qilib reklama qilib berishga tayyormiz. Biz esa keyingi texnikani aytib o'taman. Ushbu Belarus MTZ-82.1 traktorimiz sotiladi. Holati a'lo darajada deyishmoqda. Texnikamizga real oladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsin deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 75 million so'm, yana oz-moz kami bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganman, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz korobka zadniy moslari ochilmagan holatda, zavodskoy holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni hamma yeri soz holatda 1987-yilda ishlab chiqarilgan traktorimiz. Orqa balonlari ham zo'r holatda, rullari gidravlika qilingan, zavod bo'ladi. Hammasi traktorni o'zi bor ekan, faqatgina narxi 60 million so'm. Manzil Toshkentda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Klass Axos 340 traktorimiz sotiladi akalar. Arion traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan texnikamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan motochasi esa 5550 motochasi yurgan ekan. Holati a'lo darajada. Hech qanaqa kamchilik, rasxoti yo'q. Texnikamiz olasiz va ishlatasiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 550 million so'm deyishmoqda. Yana oz-moz kami bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan traktor Belarus traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu Belarus traktorimizning holati yaxshi holatda, haydashga tayyor holatda. Hech qanday rasxot qilmaysiz. Ushbu texnikamizni olasiz va haydaysiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz esa narxi 36 million so'm, yana oz-moz kami bor. Kimgadir Belarus traktor kerak bo'lsa, hoziroq mana shu ekranda ko'rib turgan traktorni siz sotib olishingiz mumkin akalar. Traktorimiz Samarqand viloyatida. Akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz akalar. Keyingi sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz komplekt holatda sotiladi. Ushbu texnikamizning hamma komplektlari bor ekan. Ushbu texnikamizning narxi 30 million so'm deyishmoqda. Manzil Samarqandda. Texnikamizga qo'shimcha holatda qanaqa komplektini akamizga qo'ng'iroq qilsangiz o'zlari aytadilar. Akalar, yilini, hamma narsasini akamizdan bemalol so'rab olishingiz mumkin. Texnikani holati sizga yoqqan bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qiling. O'zlari batafsil ma'lumotlarni ham sizga tushuntirib o'tishadi. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldirishni unutmang. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan 25.2 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Traktorimiz esa 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 2652 motochas ishlagan texnikamizning hech qanday aybi yo'q, ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxida yana kami bor deyishmoqda. Narxi esa 360 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor ekan. Ushbu texnikamiz ham Samarqand viloyatida. Akamiz raqamlar ekranda. Texnikamiz qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyin sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan motoblok sotuvga qo'yilgan. Motoblokimizning holati a'lo darajada, kam kosti yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Motor korobkalari ochilmagan, motorlari moy yemaydi, garantiyasi bor deyishmoqda. Texnikamiz yangi akkumulyator qo'yilgan ekan, balonlari holati 90% yirtilmaydigan balon qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu motoblogimizning narxi esa 13 million so'm, yana oz-moz kami bor. Yoqilg'i turi dizelda ekan. Manzil Toshkentda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kultivatsiyasi ham bor ekan boyagi texnikamizga, eslatib o'taman. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamiz pul zarurligi uchun sotilmoqda. Traktorimiz plugi bilan birga qo'shib sotiladi. Narxini 30 million so'm deyishmoqda. Motorlari o'rtacha holatda, korobka zadniy moslari zo'r, balonlari ham yaxshi holatda deyishmoqda. Ushbu texnikamiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida ekan. Narxi 30 million so'm, eslatib o'taman. Ushbu texnikamizga plugi bor. Manzil Qashqadaryoda.
Keyin sotiladigan texnikamiz mana shu ekrandagi ko'rib turgan traktorimiz srochno sotiladi akalar. Ushbu traktorimizning holati idealniy darajada deyishmoqda. Traktorimiz yangi holatda turibdi. Unchalik ham ko'p ishlamagan, balonlari ham zo'r holatda. Texnikamizga hech qayerga kulich tegish shart emas, faqatgina haydash kerak. Ushbu traktorimizning narxi esa 320 million so'm. Yana o'zmoz kelishadigan joyi bor. Traktorimiz Farg'ona viloyatida. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga qiziq